Oyog'idan qattiq jarohat olgan 15 yoshli o'g'lini poytaxtdagi shifoxonalardan biriga olib bormoqchi bo'lgan ota o'zi yashaydigan qishloqdan olib jo'nadi. Mustaqil yura olmaydigan o'g'lini yelkasiga ko'targancha taksistlar jo'naydigan joyga olib keldi. Yaxshigina mijozni ko'rgan taksichilar yurib oldilariga kelishdi. "Akaxon, keling, qayerga borasiz? O'zim olib boraman", deya otaning oldiga tushib, olib qistay boshladi. Ota esa yelkasidagi o'g'lini ko'targancha uning qistovlariga javob berdi. "Travmatologiya kasalxonasiga. Bilasizmi o'sha kasalxonani?" "Ha, bilaman. Mashinaga o'tiring", deya otaning bilagidan ushlab mashinasi tomon torta boshladi. "Uka, puli qancha bo'ladi? Men shaharni yaxshi bilmayman. Keyin pulim ham ozroq", deb issiqdan pishib ketayotgan o'g'lini dast ko'tarib oldi. "Ha aka, endi biror narsa berasiz-da", deb otaning bilagidan qattiqroq torta boshladi. Bu orada yana boshqa bir taksichi bola kelib, ota va bolaning xaridori bo'lmoqchi bo'lib, oraga suqildi. "O'sha kasalxonaga men olib boraman. Arzongina narxda. Keyin o'zim kasalxonaga kiritib beraman, u yerda tanishim ham bor. Navbat kutib o'tirmasdan kirib ketasiz." Bu nima qilganing? Ko'rmayapsanmi, mening mijozim bor. Kelishuvni buzma, bu mening odamim", o'shqirib berdi haligi birinchi taksist. Shu yo'sinda taksichilar uzoq muzokarani, bahsni davom etdi. O'g'lini hamon yelkasida ko'tarib turgan ota bularning janjaliga toqat qila olmadi, chunki allaqachon 15 yoshni qoralagan bolani yelkada ko'tarib turishning o'zi bir katta kuchni talab qilar edi. "Yigitlar, bo'ldi, tortishmanglar. Meni cho'ntagim to'la pul emas. Menga iloji boricha arzonroq taksist kerak. Yo'lkiram va doktor pulim kam. Bir insof qilib narxini aytingizlar. Kelishuv pishsa, ana ketamiz." Aka, bu yer shahar, qishlog'ingiz emas. Tekinga olib borishimizni xohlayapsizmi?" deb taksistchilar bahsni yana davom ettirishdi. "Ota, oyog'im og'rib ketdi, yuring", deya ingradi bola. "O'zim ham charchadim, hozir mashina topay", deb taksichi yigitlardan uzoqlasha boshladi. Buni kutmagan yigitlar "To'xtang, qayoqqa?" deb ortidan ergasha boshladi. Shu payt kimdir otaning yoniga yaqinlashdi va uning yelkasidagi bolasining qo'ltig'idan tutdi. Ota kutilmagan harakatdan gangib ortiga burildi. Chamasi 25 yoshlar atrofidagi yosh yigit, ammo ko'rinishidan yaxshigina joyda faoliyat yuritishi sezilib turgan yigitni ko'rdi. Yigit ham otaning hayratini sezdi. "Aka, keling, o'g'lingizni menga bering. Charchab qoldingiz", deb bolani qo'liga oldi.